Assalomu alaykum. Biz bugun akustik eshitish markazini Toshkent shahar Tashmidagi filialiga tashrif buyurganmiz. Bu yerda lokatsiyasini sizlarga tanishtiradigan bo'lsam, Berundi tomondan kelganda Tashmid chorrahasidan betonkaga 100 metr o'tganda chap qo'lda joylashgan. Hozir men sizlarga bu yerdagi markazimiz imkoniyatlari va bu yerdagi mutaxassisimiz bilan tanishtirib o'taman. Qani ketdik. Bu markazimiz ichiga kirganingizda qolgan filiallarimiz singari barcha eshitish moslamalarini turlari mavjud va ular uchun aksessuarlar, batareykalarni xarid qilishingiz va ular haqida kerakli tavsiyalarni olishingiz mumkin. Hozir bu tavsiyalarni olish uchun bu yerda faoliyat yuritayotgan mutaxassisimiz bilan tanishtirib o'tamiz. Qani ketdik. Bu markazimizda akustik jamoasining yetakchi mutaxassislaridan biri Jo'rabek Po'latov o'z faoliyatini yurgizadi. Jo'rabek akustik jamoasiga qo'shilganiga yaqin 4 yil bo'ldi. O'rganib, o'z faoliyatini boshlaganiga, mustaqil faoliyatini boshlaganiga esa 3 yil bo'ldi. 3 yildan buyon mana shu Tashmid filialida o'zini ishini olib bormoqda. Hozir bu filial imkoniyatlari bilan va bu yerga kelgan bemorlarga, mijozlarga qanday darajada xizmat ko'rsatish haqida mutaxassisimiz o'zi sizlarga tushuntirib beradi. Bizni Yangi Toshmid akustik filialimizda eshitish moslamalari uchun maxsus qoliplar, quloq tashqi usti moslashuvchan quloq apparatlari, audiometr tekshiruv imkoniyatlari mavjud. Akustik eshitish markazi barcha filiallarda bor mavjud imkoniyatlar Yangi Toshmid akustik filialimizda ham mavjud. Akustik eshitish markazini dagi barcha filiallarda bor xizmatlar bu yerda ham mavjud bo'lib, bu shu yerga yaqin bo'lgan aholiga bizning murojaatimiz, o'zlaringni vaqtlaringni, pullaringni uzoqdagi filialga sarflamasdan mana shu yerga murojaat qilib ishlaringni bitirsalaring ham bo'ladi. Biz sizlarga xizmat ko'rsatishdan doim mamnunmiz.